Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana bizga yana yangilangan modelimizdan keldi. Dizaynga o'zingizlar baho beringlar. Hop, 6 ta akkumulyatorlik motor miya 500 watt. Yangilangan mana yashillari ham turburchi jo'yib chiroyli nimadan chiqdi. Yonboshdan do'galari bor, baquvvat. Bitta noshkasi bor, qo'yilmagan, qo'yib qo'yamiz. Hop, mana bu yerda ham noshkasi bor, hali orqada o'tirgan odamga qulaylik nima qilish uchun oyog'ini bemalol qo'yib ketaveradi. Hop, oldi orqa tormoz jidkislik, faralarni led fara jo'yib kechqurunda juda yarki yonib chiroyli nima qilib beradi. Hop, pоворотlari ham mana xrustalniy поворотdan. Oldi lobovoy ham bor, ancha shobodan to'silgan. Hop, setkasi ham bor, mana oldiga tushigan. Jo'xotadi komplektida. Hop, NFC kaliti ham bor. Buni o'chiramiz. Hop. NFC kaliti ham bor. Ikkitadan kult, ikkita nima? Kalit mana bachogida ham bor komplektida. Hop, mana kaska bor. Flash bor, zaryadniy. Amortizatorlari ham ancha baquvvat chiqibdi. Hop, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz o'sha Sergelida, Xonobodda joylashganmiz. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz inshaalloh. Kela olasizlar.